Hammaga salom. Bugungi darsimizda qanday qilib reading qismini ishlab chiqish usullarini o'rganamiz. Bu dars asosan A1 va A2 darajali o'quvchilarga va ingliz tilini noldan boshlab o'rganayotganlar uchun juda ham mos keladi. Agar sizning darajangiz A1 va A2 bo'lsa yoki ingliz tilini noldan boshlab o'rganayotgan bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Keling avvalo tekst bilan tanishib chiqamiz. Bu tekst About My Friend haqida bo'lib, bu matnda asosan friend haqida ma'lumot berib o'tilgan. Bizning vazifamiz qanday qilib reading ishlash qonun-qoidasini o'rganib chiqishdan iborat. Readingda eng birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu savollarga qarab chiqish. Shunday ekan, keling birinchi savollarga qarab chiqamiz. Bu reading savollari yes va no haqida bo'lib, savollarda aytilgan so'zlar reading matnida ham bor yoki yo'qligiga qarab yes yoki no qo'yib chiqishdan iboratdir. Masalan, keling birinchi savolga qarab chiqaylik. Birinchi savolda Aziz is 21 years old deb yozilgan. Endi matnni bir boshidan o'qib chiqib, aynan shu so'zlar yozilgan joyini qidirib topamiz. Ko'rib turganimizdek matnda ham Azizning yoshi 21 yosh deb kelgan. Demak, birinchi savolimizning javobi to'g'ri bo'lganligi uchun savolning javobiga yes deb yozib olamiz. Endi ikkinchi savolga qarab chiqamiz. Ikkinchi savolda Aziz lives in Tashkent deb yozilgan, ya'ni Aziz Toshkentda yashaydi deyilgan. Endi yana matnga qarab chiqamiz. Matnning o'qib borilgan joyidan boshlab o'qiymiz. Ya'ni shu qatorni qaytadan o'qib chiqamiz. Ko'rib turganimizdek, matnda Azizning yashash joyi Toshkent emas, balki Samarqand deb ko'rsatilgan. Ya'ni u 21 yoshda va Samarqandda yashaydi deb kelgan. Demak, ikkinchi savolimizning javobi no bo'ladi. Ikkinchi savolga no deb javob yozamiz. Ko'rib turganingizdek, reading ishlash qismi murakkab yoki qiyin emas, faqatgina uni ishlash usulini bilib olish kerak. Readingimizning qolgan qismlari ham xuddi shu tarzda ishlaniladi. Agar sizga A1 va A2 darajadagi readingni ishlash to'g'risidagi videoyim yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Shunga o'xshash readinglarni kanalimga joylab boraman. Siz nafaqat A1 va A2 darajadagi readinglarni, balki undan yuqori bo'lgan darajadagi reading qismlarini va ularning ishlanish qonun-qoidalarini kanalimda o'rganib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.